Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi obzorimizda Gentra Pro 5. Bu Gentra avtomobilimizga propan o'rnatib berdik. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, zapchastlarni tashlab o'taman. Farsunkamiz 01 farsunka bo'lgan originalnisi. Xo'p, blok управления Go Fast 200 blok управления bo'lgan. Reduktorimiz Nordic italyanskiy reduktor, termotrubka, vakuum shlankalar chiqarmaslik uchun одноразовый filtrlargacha qo'yib berdik. Kurshini akkuratni qilib o'rnatib berdik. Ishimizga bir o'ngach kommentariyada baholab ketishni unutmanglar. Xo'p, ichki qismiga kelsak, переключатель qo'yib berganmiz, karmanchikga chiroyli qilib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ostatga ko'rsatish uchun qo'yib berdik. Yopib qo'ysanglar bilinmasdan turadi. Xo'p, orqa qismiga o'tsak, orqa qismiga 42 litrlik tabletka bilan qo'yib berganmiz. İtalyanskiy multiklapan datchiklar bilan полностью termotrubkalar bilan montaj qilib qo'yib berdik. Taylarga shumkalarni ham qilib berganmiz. Zapravishingizga keladigan bo'lsak, zapravishningiz ham italyanskiy zapravishnik bilan kurshini akkuratni qilib o'rnatib berdik. Hop. Kimga shunaqa ustanovka narxlari qiziq bo'lsa, bo'ladi. Bemalol avtomobillar narxlari profilimizda Telegram kanalimiz sulkasi xizmati kerak bo'lsa, Telegram sulkadan gaz master bemalol narxlarni tashib olsangiz, allaqachon nomlan qoldiramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Videoni Gentra Sport do'stlarga jo'natib qo'yinglar.